Odamlar yuzida 40 tadan ortiq mushaklar mavjud. Bu mushaklar ovqatlarni chaynashimiz, ko'zlarimizni yumishimiz hamda xafa yoki xursand bo'lishimiz uchun javob beradi. Xafa bo'lishni bildiradigan mushaklarimiz xursand bo'lishni bildiradigan mushaklarimizga qaraganda ko'proqdir. Shuning uchun xafa bo'lib yurgan odamni ko'rsak, darhol bilib olamiz. 1 minutda 15-20 marotibagacha ixtiyorsiz ravishda ko'zlarimizni yumib ochamiz. Bunday qilsak, ko'zlarimiz namlanib turadi va yot jismlardan tozaladi. Normada o'ng va chap yuzimiz bir-biridan farq qiladi. Bu mushaklarning qanchalik ravishda rivojlanganligiga bog'liq. Inson yuzida 12 milliardgacha bakteriyalar bir-biri bilan kelishib simbioz holatda yashaydi. Kulish balkim umringizni uzaytirishi mumkin, lekin haddan tashqari ko'p kulish yuzingizga ajin tushirib yuboradi.